Estradamiz yulduzi Munisa Rizayeva ilk bor qaynonasi bilan ko'rinish berdi. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou-biznesining yorqin yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan ammo juda samimiy videoni e'lon qildi. Odatda shaxsiy hayotini ommadan biroz sir tutishni afzal ko'radigan xonanda bu gal ilk bor qaynonasi bilan tushgan kadrlar orqali e'tibor markaziga tushdi. Gap shundaki, yangi tarqalgan videoda Munisa Rizayeva qaynonasi bilan birgalikda yirik marketlardan birida xarid qilib yurganini ko'rish mumkin. Olingan kadrlar orqali kelin va qaynona o'rtasidagi juda inoq, iliq hamda do'stona munosabatlar yaqqol sezilib turibdi. Xonanda videoda biroz tobi qochganini yashirmagan. Ishonasizlarmi, yo'talib chiqyapman, temperaturam ham baland menda, deya o'z holati haqida ma'lumot bergan. Shunga qaramay u ijobiy kayfiyatni saqlab, oilaviy xaridlar uchun vaqt ajratgan. Erga tegaman. Durdona Qurbon va obunachilarining g'alati maslahatlariga qanday javob qaytardi? Durdona Qurbon va yana tarmoqlarda diqqat markazida. O'zining samimiyligi bilan tanilgan ijodkor bu safar shaxsiy hayotga doir kutilmagan maslahatlarga o'ziga xos hazil orqali nuqta qo'ydi. Gap shundaki, aktrisa ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatuvchilari bilan faol aloqada bo'lib turadi va so'nggi paytlarda kelayotgan bir xil mavzudagi xabardan biroz xunob bo'lganini yashirmadi. U o'zining sahifasida yuziga toshma toshgani yoki kechasi bilan yaxshi uxlay olmagani haqida gapirgandi. Xabarlar qutisiga darhol erga tegish kerak qabilidagi gaplar kelishini ta'kidladi. Bu safar esa u o'sha tinimsiz maslahat beruvchilarga qarata erga tegaman. Agar tegsam-u shu aytgan narsalaringizning bittasi hal bo'lmasa, ana unda ko'rasizlar, deya samimiy kulgi bilan javob qaytardi. Bu hazilomuz yondashuv yulduzning har qanday holatdan ko'tarinki kayfiyat bilan chiqa olishini ko'rsatadi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.